Darsni boshlasak bo'ladi. Darsni boshlashdan oldin bitta ikkita narsani ko'rsatishim kerak, qaysiki Offensive SQL kursida ko'rsatilmagan. Sababi hozirgi darslarimizga juda ham kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib ham dasturi orqali Apache va MySQL serverlarni ishga tushirib olishimiz kerak. Menda ishga tushgan allaqachon va o'zimizni local hostimizni IP adresiga kirishimiz kerak. 001 127.001 kirgan paytimizda to'g'ri dashbordga redirect qiladi, ya'ni yo'naltiradi. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, qandaydir qo'shimcha yozuvlar, nimadirlar yozilgan. Tepada bizga mana bu joy kerak. phpMyAdmin. Bosgan paytimizda bizni Offensive SQL kursida o'rgatilganga o'xshashroq dashbordga, ya'ni boshqaruv qismiga o'tkazish kerak. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana bu ma'lumotlar. Xo'p, web server, database server. Shu yerda oldingi darslarni eslashimizga to'g'ri keladi. Aytilganki, web saytning tagi web server, ya'ni web serverning ishlashini ta'minlaydigan asosiy qurilma deb olsak bo'ladi. Web server va ma'lumotlar bazasini boshqaradigan alohida server, ya'ni ma'lumotlar bazasi serveri bor deb aytib o'tilgandi. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda hozir biz kirgan joy phpMyAdmin xuddi o'sha joy, ya'ni biz xuddi shu yer orqali ma'lumotlar bazasini boshqaramiz, ya'ni ma'lumotlar bazasi serveri. Server IP adresi mana bu yerda. Ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda database, ya'ni ma'lumotlar bazasi bor. Xo'p, bu yerni ozgina tanishib chiqishga to'g'ri keladi. Databasega kirgan paytimizda bizga ma'lumotlar bazasi haqida ma'lumot beradi. Ya'ni bizda Coffee yoki bo'lmasa DBA, MySQL, ya'ni testga o'xshash ma'lumotlar bazasi bor. Keyingisiga o'tgan paytimizda bizga SQL query kiritishga yordam beradigan joy bor. Ya'ni biz bu yerga xohlagancha SQL kodlar yozishimiz mumkin va pastda go, ya'ni ishga tushirish funksiyasi bor. Xuddi shu orqali ishga tushirsak bo'ladi. Masalan, aytaylik, show database qilib ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, ishlashi kerak. Ko'rishimiz mumkin, bizga databaselarni chiqarib beryapti, qaysiki mana bu yerda alohida xo'sh query kirsak bo'ladi, SQL query. Statusda unchalik ham kerakli bo'lmagan ma'lumotlar bor. User accounts, bu yerda demak foydalanuvchilar haqida ma'lumotlar bor. Demak, xuddi shunday davom etadi. Bu yoqda ba'zi kerak narsalar bor, lekin deyarli darsimizga aloqasi yo'q. Bizga kerakli joy demak database va SQL, mana shu birinchi va ikkinchi qismi. Xo'sh, endi mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu yerda xuddi oldingi SQL server kursidagiga o'xshagan ma'lumotlar bazasining ro'yxati bor. Masalan, aytaylik, bu yerda DBA degan ma'lumotlar bazasi bor. Kirgan paytimizda bizga xo'p, bu yerda demak 4 ta table bor. Authors, Guestbook, users archived bo'lish kerak. Adashmasam, xullas talaffuziga e'tibor bermaysizlar. Userga kiradigan bo'lsak, bizni ustiga 2 marta bossak, bizga userlarning ro'yxatini chiqarib beradi. Ko'rishimiz mumkin, demak bu yerda qaysi tur saytni, demak foydalanuvchilar ma'lumotlari bor. Demak, mana bu last name, mana bu username, admin, yana nimadirlar va mana bu yerda password. Va password shifrlangan bo'ladi. Buni darslar davomida nima ekanligini o'rgatilib ketiladi. Xo'sh, bizda DBA bor. Sababi Apache serverini o'rnatib ishga tushirganmiz. Demak 127.001. Sizda boshida DBA fayli qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shuni yozishingiz kerak. Menda labs deb qayta nomlangan. Kirgan paytimizda bizga welcome to Daemon vulnerable web application deb chiqarib beradi. Xo'p, DBA nimaligi haqida gaplashishimiz shart emas. Birinchi bo'lib DBA securityga o'tamiz va impossible-ni hozir dars uchun eng pastdagi low darajasiga o'tkazib olamiz. Va ko'rishimiz mumkin, mana bu current security levelni hozir eng pastga o'tkazib oldik. Xo'sh, demak, mana bu veb-sayt. Biz ko'rib turgan narsa veb-sayt va biz mana bu joyda ko'rsatilayotgan narsa bu xuddi shu mana bu veb-saytni ma'lumotlar bazasi serveri. Xuddi shu yerda ma'lumotlar bazasini boshqarishimiz mumkin. Xo'p, demak, qisqacha tushuncha berildi deb o'ylayman. Endi darsga o'tsak bo'ladi. SQL injection zarfligi nima? SQL nimaligini aytish shart emas. Allaqachon Offensive SQL kursini ko'rishingiz kerak. Xuddi shu kursda SQL nimaligi yaxshilab tushuntirilgan. Faqat mana bu ko'rsatib berilmagan xolos.
Xo'p, demak bizda SQL injection. Demak, bu zaiflik injection zaifliklar turiga kiradi. Ya'ni biz bu zaiflikda kodni indeksiya qilamiz. Ya'ni kodga o'zimiz kodimizni qo'shamiz. Masalan, aytaylik, XSSda JavaScriptga o'zimiz JavaScript kodimizni qo'shgandik yoki bo'lmasa HTMLda HTML kodiga o'zimiz kodimizni qo'shgandik. Bu yerda ham xuddi shunaqa SQL kodiga o'zimiz kodimizni qo'shish orqali indeksiya qilamiz. Ya'ni kodimizni qo'shamiz. Xo'p, SQL injection zaifligi qayerdan kelib chiqadi? Birinchi bo'lib SQL injection zaifligi haqida gaplashaylik. Demak, bizda SQL xo'p, bu yerda SQL ni boshqaradigan ma'lumotlar bazasi bor. SQL injection nima? Masalan, aytaylik, select hamma narsa from users qilishimiz kerak. Ishga tushirgan paytimizda bizga hamma foydalanuvchilarni chiqarib beradi. Hamma ma'lumotlarni. Xo'p, mana bu yerda ham hozir bitta narsa qilaman. Or 1 teng 1. Ishga tushirgan paytimizda hozir men mana bu kodni yozdim. Xo'sh, mana buni. Xuddi shu kodni yozgan paytimda menga bu yerda demak first name bilan surname, yana first name, xullas mana bu kodni yozdim. Yozgan paytimda menga hamma foydalanuvchilarning ismlarini chiqarib beryapti. Ko'rishingiz mumkin. Ism va familiyalari aniqroq. Bu yerda ham xuddi shunaqa ma'lumotlar bazasida nima? Bu yerda first name ismlari bor va bu yerda familiyalar bor. Bu yerda ham mana bu kodni kiritish orqali familiyalarni chiqarib oldim. Endi bu yerda nima bo'lyapti? O'zi bu yer nima o'zi qanaqa funksiya va biz qanday qilib bu kodni kiritish orqali mana buni olyapmiz. Ya'ni ma'lumotlar bazasiga ma'lumotni qanchaliksiz olyapmiz. Hamma ma'lumot, masalan aytaylik, biz Amazonga kirdik. Amazonga kirib xuddi shunga o'xshagan mana bunaqa kod qo'shdik degan birdaniga qancha user bo'ladigan bo'lsa hammasini ma'lumotini olyapmiz. Ism familiyalarigacha hammasini. Bu aniq zaiflik va zarari bor. O'zi bu yer nima hozir biz nimaga bu yerga kirityapmiz va o'zi bu qanaqa vazifani bajaradi? Xo'p, aytayaptiki, user ID. User ID ni kiritadigan bo'lsak, bizga user haqida ma'lumot chiqarib berish kerak. Qani bir kiritib ko'ramiz. Bizga demak birinchi raqam egasi demak mana foydalanuvchi va ikkinchi ismi mana bu, ya'ni familiyasi mana bu deb chiqarib beryapti. Xo'sh, demak tushunib oldik nimalar bo'layotgan. Endi kodni ham ko'rsatishim kerak alohida qilib. Xo'sh, bu yerda nima bo'lyapti? Yaxshilab tushunib e'tibor beradigan bo'lsak, demak biz saytga kirityapmiz. Menga birinchi foydalanuvchining ma'lumotlari kerak deyapmiz. Aniqrog'i birinchi ismi, aniqroq ismi va familiyasi kerak. Ya'ni kimiki birinchi raqam egasi bo'lgan foydalanuvchini deyapmiz. Endi bu yerda ham xuddi shunaqa qilib kirsak bo'ladi. Structure SQL ga qaytaylikda. Bizga nima kerak? Last name va second name from xo'sh users. Ishga tushirgan paytimizda demak yo'q. Bizda bitta narsa qolib ketyapti. Where user ID teng 1. Ishga tushiramiz. Bizga xatolik beryapti. Unknown column surname. Surname bo'lish kerak. Kolumnda xatolik bor. Xuddi shuning uchun xatolik beryapti. Xo'sh, buni saqlab turamiz. Sababi kolumnda xato yozdim, lekin kodda deyarli xato yo'q. Bu yerda demak, last name ekan. Men uni surname deb yozdim, xuddi shunga ishlamadi. Qaytamiz, mana buni last name deb nomlashim kerak. Endi bunda nima bo'lyapti? Last name. Aytayapsizki, menga demak bitta foydalanuvchining ma'lumoti kerak. Uni birinchi ismi, ya'ni o'zining ismi va familiyasi kerak. Qaysiki uni raqami, tartib raqami birinchi bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi foydalanuvchining menga ism familiyasi kerak deyapmiz bu orqali. Ishga tushirgan paytimizda bizga demak admin chiqarib beradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Biz bu yerga kiritgan paytimizda
aytyapmizki, faqatgina birini o'zini kirityapmiz. Hamma ish o'zi orqa tomonda bo'ladi. Hozir tushuntiraman bu narsani. Demak, biz veb-saytdan so'raymiz. Veb-sayt qayerdan so'raydi? Ma'lumotlar bazasidan. Ma'lumotlar bazasidan demak, menga birinchi foydalanuvchining ism familiyasi kerak deb so'raveradi va bizga javobni qaytarib olib kelib beradi. Endi bu yerda nima bo'lyapti? Kodni o'zini tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, PHP kodini o'qish uchun unchalik ham adashmasam PHP ni bilish shart emas, ingliz tilini biladigan bo'lsa, eplab ketsa bo'ladi. Xo'sh, birinchi bo'lib bu yerda connect degan narsa bo'lishi kerak. Sababi birinchi bo'lib nima qiladi? Web server ma'lumotlar bazasi serveriga ulanishi kerak. Get results. Xo'p, mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, query deyapti degan, ya'ni kod tanlash, first name bilan last name. Shunchaki buni nusxalab olaydi. Nusxalab olib, ma'lumotlar bazasi ichiga tashlaylik, farqini solishtirib ko'ramiz. Bu men yozgan kod, ya'ni birinchi raqamli foydalanuvchini ism familiyasini olib berish kerak degan kod user ID. Endi web serverni tagidagi kod. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, deyarli ikkalasida farq yo'q. Aytayaptiki, xo'sh, mana bunaqa qilaylik-da. Select first name bilan last. Mana bu yerda last name deb ketibdi. Demak, ko'rishimiz mumkin, men yozgan kod mana bu va web serverdagi kod mana bu. Demak, ikkalasi bir xil narsa. Bu yerda nima bo'lyapti? Chalkashtirmasdan tushuntiriladigan bo'lsak, veb-saytdan so'rayapmiz. Faqatgina menga birinchi raqam egasining ism familiyasi kerak deb veb-saytdan so'rayapmiz. Veb-sayt ma'lumotlar bazasini so'rayapti. Mana bu kodni ma'lumotlar bazasiga jo'natadi. Ya'ni tushuntirildiki, xo'p, web server alohida, ma'lumotlar bazasi serveri alohida. Web server mana bu veb-saytni ishlashini ta'minlab beradi. Ma'lumotlar bazasi serveri ma'lumotlarni o'zi saqlab beradi. Va ikkalasi birgalikda ishlaydi. Hozir biz nima qilyapmiz bu yerda? Birorta ma'lumotni so'raydigan bo'lsak, veb-sayt qabul qilib, ma'lumotlar bazasidan biz so'ragan narsani so'rab beradi. Mana buni so'raydi. Bu yerda ham mana bu kodda xuddi shundoq bo'lyapti. Xo'p, birinchi bo'lib bu yerda qandaydir connect degan narsa bo'lishi kerak. Connect. Xo'sh, match followers o'chib qo'yishim kerak. Xo'p, bu yerda connect emas, switch bo'lyapti adashmasam. Bu yerda kodni yaxshilab o'qiydigan bo'lsak, aytayaptiki, agar xo'sh, demak, ID ni olyapti bizdan. Request yapti degan ID ni olyapti. ID bu yerda nima? Biz kiritayotgan mana bu raqam, mana bu yerda. Website demak ID ni olyapti, raqamni olyapti degan mana bu kodda. ID ni olib, biz kiritgan raqamni olyapti degan ko'rishimiz mumkin, mana bu biz kiritgan raqamni ID deb oldi mana bu yerda. Endi aytayapti, bizdan oldi degan, endi mana bu yerda check database. Endi databaseni tekshiryapti, databasedan so'rayapti. Aytayaptiki, senda mana bu raqam egasini deyapti degan, biz bergan raqamni mana bu yerga qo'yib, mana bu yerda birinchi oldi degan, buni ID ga tenglab oldi. Demak, ID biz kiritgan qiymat. Endi mana bu yerga qo'yapti. Qo'yapti degan, shu foydalanuvchi, ya'ni birinchi raqam egasini haqida senda ma'lumot bormi deb turib, keyin databasedan so'rayapti mana bu yerda. Xo'sh. Keyin aytayaptiki, ma'lumot olgandan keyin get results ma'lumotni olyapti degan, bu yerda hech qanaqangi tekshirish ham bo'lgani yo'q, to'g'ridan-to'g'ri olyapti degan, keyin mana bu yerga qo'yapti. Aytayaptiki, first name teng mana bunga, nimasi familiyasi mana bunga deb turib, keyin bizga chiqarib beryapti. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin, bir degan joy HTML ga tegishli. Xuddi shunday qilib mana echo chiqarish degani, xuddi shunday qilib ID 2 nuqta deyapti. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, ID 2 nuqta deyapti degan, biz kiritgan ID ni chiqarib beryapti. Keyin first name 2 nuqta, surname 2 nuqta deyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Xo'p, qayerda qoldi?
Olgandan keyin aytayaptiki id 2 nuqta, mana bu id deyapti. Keyin bo'lsa first name deyapti. Keyin first name'ga nima chiqqan bo'lsa, xuddi shuni ko'rsatib beryapti. Last name'ga nima chiqqan bo'lsa, o'shani ko'rsatib beryapti. Xo'sh, demak, kodni unchalik ham o'qishni bilish uchun hech nima aniqroq PHP ni bilish shart emas. Bu yerda nima bo'lyapti? Tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, biz mana bu yerga biror narsa kiritgan paytimizda, ma'lumot so'ragan paytimizda, veb-sayt o'zidan yoki osmondan olib bermaydi u narsani. Ya'ni birinchi bizdan ma'lumotni olib, keyin orqa tomonidagi o'zining ma'lumotlar bazasidan so'raydi ma'lumotni. Ma'lumotni so'rayotgan paytda nima qiladi? Ma'lumotni so'rayotgan paytda u tushunadigan tilda gapirish kerak. Ya'ni hozir aytaylik, veb-sayt PHP da yuryaptimi? U orqa tomondagi ma'lumotlar bazasi ham PHP da yurmaydi. U tushunadigan tilda gapirish uchun PHP bilan birgalikda ishlab, SQL mana bu yerda kod yuboryapti databasega. SQL ni tushuntirish shart emas. Oldin aytilgandek, demak so'rayapti mana bu narsani. Demak, mana shu ID egasi bo'lgan foydalanuvchining ismi va familiyasi kerak deb turib, mana shu kodlar orqali ma'lumotlar bazasidan so'rayapti. Ma'lumotlar bazasi bo'lsa bizga mana bu, demak, birinchi raqam egasimi? Birinchi raqam egasini ma'lumotini chiqarib beradi. Masalan, ikkinchi raqam egasini ma'lumotini so'rasa, bizga ikkinchisini chiqarib beradi. Orqa tomonda nima bo'lyapti? Xo'p, mana bu yerda mana bu kod web serverdan ma'lumotlar bazasi serveriga kelyapti. Keyin so'rayapti ma'lumot bazasi. Masalan, 2 kiritdikmi? Ikkinchi foydalanuvchining ism familiyasi Gordon bilan Gordon birinchi ismi, Brown bu familiyasi. Xuddi shuni olyapti keyin bizga mana bu kodlarda ko'rsatyapti. Nimadan olgandan keyin ma'lumotlar bazasidan olgandan keyingina bizga mana bu yerda chiqarib beryapti. Bizga jo'natyapti. Demak, tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa, biz ma'lumotlar bazasidan qandaydir ma'lumot so'rasak, aniqroq veb-saytdan qanaqadir ma'lumot so'rasak, u osmondan olib bermaydi hech qachon. Biz so'ragan ma'lumotni ma'lumotlar bazasidan oladi. Ma'lumotlar bazasidan olayotgan paytda nima qiladi? Ma'lumotlar bazasini so'rayotgan paytda mana bunaqa SQL kod orqali so'raydi. Biz xuddi shu SQL kodni indeksiya qilishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerga biz yozuv kirityapmiz. Yozuv kiritgan paytimizda faqatgina mana bu yerga hozir raqam kirityapmiz, to'g'rimi? Aytaylik, biz mana bu yerga boshqa SQL kod kiritsak nima bo'ladi? Select boshqa narsa tanlasak. Masalan aytaylik, mana bu yerda kod bor. Kodda bizdan ma'lumotni olyapti keyin u ma'lumot balki kod bo'lishi mumkin, SQL kod bo'lishi mumkin, balki boshqa kod bordir. Umuman tekshirmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri mana bu yerga qo'yapti keyin buni ma'lumotlar bazasiga jo'natyapti. Biz xohlasak mana bu yerga boshqa SQL kod qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Xuddi shu narsa SQL injection. Bu qanday bo'ladi? Aytayapmizki, mana bu yerda demak 3-raqam egasimi? Bizga 3-raqam egasini ism familiyasini chiqarib beryapti. Faqatgina 1, 2, 3 raqam. Endi bizda ozgina boshqacharoq usul bor. Xo'p, or 1 teng 1. Mana bu yerga panjara qo'yaman. Panjarani keyinchalik tushuntiraman. Hozircha panjarani e'tiborga olmasak ham bo'ladi. Submit qilgan paytimda menga birdaniga hammasini ma'lumotini chiqarib beryapti. Nimaga? Bu yerda hozir SQL injection zafligi aniq bor. Hozirgina xuddi shu kodni kiritish orqali SQL injection zafligini sinab ko'rdim. Bu qanday bo'lyapti? Qani sinab ko'ramiz. Bizda demak mana bu kodni ma'lumotlar bazasiga jo'natyapti. Jo'natyapti degan xo'sh, nima deyapti? ID ni olyapti. ID ni olayotgan paytda bizda raqam kirsak 1 yoki 2 olyapti degan mana bu olgan narsasini mana bu yerga qo'yib beryapti web server. Qo'yib bergandan keyin xo'sh, buni izohchiga qo'ysak ham bo'ladi. Qo'yapti, masalan 2 dedikmi? 2 ni bizdan olib, keyin mana bu kod ichiga 2 ni qo'yapti. Masalan 3 oldimi? 3 ni qo'yadi. Keyin ishga tushiradi, bizga ma'lumotni olib beradi. Olib bizga qaytadan beryapti. Endi biz nima qildik hozir kodda? Aytayapmizki, xo'p, mana bu yerda xo'sh, ozgina xato ketgan. Mana buni yozyapmiz. Aytayapmizki, tire yoki 1 deb yozib yubordik. Bu nima degani? Davomini yozib ketadigan bo'lsak, demak mana bu yerda 1 kiritdik. 1 kiritdik degan yoki bo'lmasa hech narsa kiritmasak ham bo'ladi. Xo'sh, mayli, hozir bu yerga 1 kiritamiz.
Endi ishga tushirgan paytimizda ham bizga hammasini olib beradi. Olib berayotgan paytda nima qilyapti? Biz 1 kiritganiga oldin mana bu yerga 1 qo'ydi. To'g'rimi? Endi biz birini davom ettiryapmiz. Mana buni qo'ydik degan yoki 1 teng 1 deyapmiz. Endi demak bu mana buni olib mana bu yerga qo'yish kerak. Qo'yayotganda nima bo'ladi? Xo'sh, aytayapmizki endi 1 ni mana bu yerga qo'ydi. To'g'rimi? Mana bu yerga qo'ydi. Endi davom ettiryapti. Orqasida bitta teri bor. Demak, 1 dan keyin bitta teri ham qo'yish kerak. Endi nima bo'lyapti bu yerda? Xatolik beryapti bizga. Xo'p, xatolikka e'tibor bermaymiz, davom ettiramiz. Yoki bitta teri qo'yildi. Bitta teridan keyin orasi ochiq. Yoki gapni sekin 1 teng 1 deyapmiz. O'rdan keyin. Yoki 1 teng 1. Endi bu yerda nima bo'lyapti? Xo'sh, davom etayotgan paytda mana bu yerda xo'sh orqasida bitta panjara bor. Bu panjara mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, ikkita chiziq qo'ydim. Panjara yoki ikkita chiziq bular SQL da izoh vazifasini bajaradi. Ya'ni izohdan keyin birorta yozuv qo'yiladigan bo'lsa, shunchaki uni qabul qilmaydi. Bu yerda masalan aytaylik, panjara qo'ysak bo'ladi. Panjara qo'yadigan bo'lsak, undan keyin davom etgan so'zlar umuman qabul qilmaydi. Bu yerda ham hozir xuddi shunaqa bo'lyapti. Mana bu yerga ham panjara qo'yapmiz. So'zma-so'z bitta-bitta qo'yapman tushuntirish uchun. 1 ni kiritgandik, 1 qo'ydi. Davomidan tira qo'ydik. Tirani kiritdi orqasidan. Undan keyin o'rni yozdik, orasi ochiq. Keyin 1 teng 1 qildik. 1 teng 1 dan keyin nima qildik? Mana bu yerga bitta panjara ham qo'ydik. E'tibor beradigan bo'lsak, hozir mana bu yerda panjarasiz xatolik chiqadi. Lekin panjara qo'yganimizdan keyin xo'sh, ishlamay qolishi kerak. Panjara qo'yganimizdan keyin xatolik yo'qoldi. Hozir buni nima ekanligini tushuntiraman. Demak, kodimiz tayyor bo'ldi. Hozir biz bu yerda mana bu yerga nima kiritib turib, nimadir kiritgan bo'lsak, hozir xuddi shuni kiritib submit qilgan paytimizda bizga hamma narsani chiqarib beryapti. Xuddi shuni hozir tushuntirishga harakat qilyapman. Bu yerda mana bu kod bo'yicha demak biz kiritgan narsani olyapti degan mana bu yerga qo'yapti. Aynan mana bu joyga. Demak biz bu yerga xohlasak matn qo'yamiz. Umuman boshqa kodlarni qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bu yerga bo'lsa biz SQL kod qo'ydik. Ya'ni SQL mana bu SQL kod o'zi. Va biz bu yerga mana bu yerga SQL kod qo'shib yubordik. Endi ishga tushirgan paytimda menga hammani ma'lumotni birdaniga olib beradi. Xo'sh, hammani ma'lumotni birdaniga menga olib beradi. Nimaga menga hammani ma'lumotni birdaniga olib beryapti? Aytyapsizki, 1 yoki 1 teng 1 deyapmiz. Xo'p, 1 yoki bo'lmasa yoki mana bu yoki funksiyasi ham offensive SQL kursida tushuntirilgan. Yoki 1 teng 1. 1 teng 1 degani bu 1 to'g'ri degani, teng 1 degani har doim to'g'ri degani. Xuddi shuning uchun bizga hamma narsani chiqarib beradi. Ishga tushirgan paytimizda demak bizga hamma narsani rostdan chiqarib beryapti. SQL injection kodi SQL injection zafligi xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'ni bu yerda biz veb-saytdan ma'lumot so'ragan paytimizda o'zidan yoki havodan olmasdan uni orqa tomondagi ma'lumotlar bazasi serverdan so'raydi. Ma'lumotlar bazasi serverdan so'rayotgan paytda tushuntirilganki, SQL kod nimaga kerak? SQL kod ma'lumotlar bazasi bilan oson ishlashi kerak. Aynan veb server va ma'lumotlar bazasi server o'rtasida aloqa uchun SQL dan foydalanishadi. Endi SQL kodni ishlatayotgan paytda veb server biz SQL kod ichiga alohida o'zimizning SQL kodimizni qo'shib yuborsak bo'ladi. Xuddi shu narsa SQL injection zafligi deyiladi. Xo'sh, SQL injection zafligi xuddi shundoq. Kelib chiqish sabablari nimada endi? Kelib chiqish sabablari aytilyaptiki, mana bu kodda to'g'ridan-to'g'ri bizni mana bu yerda ID ni olyapti, ya'ni biz kiritgan raqamni olyapti degan hech qanaqangi tekshirishlarsiz mana bu yerga qo'yapti. Kodga qo'yib yuboryapti. Ya'ni tekshirish bo'lgani yo'q. Xuddi o'sha oldingi zafliklardek sabab bir xil, ya'ni foydalanuvchi kiritayotgan ma'lumotlarni validation, ya'ni tekshirilmayapti umuman. Masalan aytaylik, PHP da ba'zi funksiyalar bor. Masalan aytaylik, is id yoki bo'lmasa xuddi shunga o'xshagan is numeric degan funksiyalar bor. Ya'ni
Biz raqam kiritdikmi, raqamni foydalanuvchi kiritgan narsa rostdan raqammi yoki bo'lmasa biz yozuv kiritdikmi, foydalanuvchi kiritgan narsa rostdan yozuvmi, haligi yomon, ya'ni zararli kodlar orasida yo'qmi bu narsa deb turib tekshiradigan funksiyasi yo'q. Foydalanuvchini kiritgan ma'lumotni tekshirmaganligi uchun SQL injection zavqligi deyarli 100% holatda kelib chiqadi. Kelib chiqish sababi shu, demak SQL injection zavqligi xuddi shunaqa ishlaydi. Oldini olish uchun nima qilish kerak SQL injection zavqligini? Bundan keyingi darslarda o'zi mana bu SQL injection zavqliklarini demak mana bu turlar alohida o'tib beriladi. Xuddi shu paytda kengroq tushunchaga ega bo'lamiz. Shunda darslarni oxirida kengroq tushunchaga ega bo'lganimizdan keyin har bittasiga alohidadan qanday qilib buni oldini olishni tushuntirsak bo'ladi.